Ko'pchilik homiladorlar, ayniqsa ilk marotaba homilador bo'lgan opa-singillarimiz homilam qimirlamayapti deb xavotirga tushishadi. Aslida homila necha haftadan qimirlashni boshlaydi? Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Normada 8 haftadan boshlab homila qimirlashni boshlaydi, lekin u juda ham kichik bo'lganligi sababli ona hali buni sezmaydi. 17-18 haftalikdan boshlab homila yorug'likni sezadi, baland ovozlarni eshitadi va harakatlarga javob qaytaradi. 19-20 haftadan boshlab esa uning aktiv harakatlarini ona seza boshlaydi va ilk marotaba qimirlaganida go'yoki qorin uchgandek seziladi. 28-30 haftaga borib esa homila aktivlashadi va uning kun davomida harakati 600 taga yetishi mumkin. 32 haftadan keyin esa homilaning harakati biroz pasayishi mumkin, chunki unga onasining qorinchasi joy jihatidan biroz torlik qiladi. Homilaning aktiv qimirlashi uning salomatligidan va yaxshi o'sayotganligidan dalolat beradi. Agar siz ham 2 hamda 3-trimestrda homilangiz harakatlari ko'payganini sezsangiz, xavotirga tushmang. Demak, u yaxshi rivojlanyapti. Va aksincha, agar 19-20 haftagacha uning harakatlarini sezmasangiz, bundan ham xavotir olmang, chunki normada 19-20 haftadan boshlab sezishingiz kerak.